Kia Sonet avtomobili ko'rib turganingizdek tablosi ham, monitori ham ingliz tilida bo'ladi. Bu yerda mana ko'rayotganingizdek rus tili yo'q. Rus tiliga o'tkazish uchun 11 martaga 1 2 3 4 martagacha urganda kiradi. Chap tarafiga 11 marta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 3tada kirdi mana 25 04 10 45 kodi teriladi. Okey. Variant koding 24 05 08 54. Ketdi. Bu yerda Are deganni tanlaymiz. Bu yerda mana Russian'ni tanlaymiz. Apple yes. Monitorimiz bitta o'chim oladi. Tablo koreys tiliga o'tib, sразу rus tiliga o'zgaradi. Ko'rib turganingizda hozir koreys tilida turibdi. Info поездки уже mana rus tiliga o'zgardi polniy. Bu yoqda ham mana russkiy bo'ldi monitor tablo. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ahmad Doniy servisiga murojaat qilinglar. Podpisatsiya bo'lishi esdan chiqmasin.